Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun yana sizlarni kuldirishga harakat qilaman. Yana bitta anekdotim bor. Eshitib tursangizlar. SSR zamonda mana bu psixbolnitsalar bo'lgan-ku, psixbolnitsalarda yotganlarni mana psix bo'lib qolgan, psixический nosog'lomlarni davolashga yotqizib qo'ygan ekanlar hammasini. Bir oyda bir marta komissiya a'zolari kelar ekanda, ularni sinab ko'rar ekan, bitta savol berar ekan. Shu bitta savolda agar ozroqgina mantiqiy savolga javob berishga harakat qilgan bo'lsa, ularda o'zgarish bo'lgan deb ularni boshqa bir grafaga o'tkazishga harakat qilishar ekan. Shunda hammasini to'dalabdi-da, jinnilarni bitta katta palataga bitta savol beribdi. Lenin kim deb savol beribdi. Shunda hamma jinnilar baqirib boshlab, Leninman, Leninman, Leninman deb hammasi baqiraver ekanda, bir burchakda bitta kishi jimgina o'tirganimiz, seriozno o'tirganimizda komissiya a'zolari qaror qilibdiki, mana shu sog'aya boshlabdi deb hammasi jamlashib borib o'shani oldiga so'rabdi. Biza savol berdik, san nimaga baqirmayapsan? Bular baqirdi, hammasi Leninman, Leninman deyapti desa, o'sha jinni javob bergan ekan-ku, aslida o'zi Leninman degan ekan. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa bittadan like, sog' bo'linglar. Anekdotlarni, tushunchalarimni aytishda davom etaman.